qilib ezmalik qilaman, ruxsat bersanglar. Bitta narsa shakllanyapti. Mana biz o'zimizdan musobaqalar o'tkazamiz-ku. Ommaviy sport musobaqalari o'tkazamiz, jurnalistlar o'rtasida o'tkazamiz, boshqa qilamiz. Bitta yomon tendensiya shakllanyapti oxirgi paytda. Men hozir ukalarim ko'rayotgan bo'lishi mumkin, ularga yetishim kerakki, tan olish degan narsa yo'qolib borayotganda. Hali hakamni sabab qilib ko'rishadi. Hali qanaqa bitta buyuk futbolchini bir odam emasga chiqarib ko'rishadi, boshqa qilishadi. Bir kun o'zimizda ham bitta o'yin bo'lyapti, Davlat xavfsizlik xizmati turnirida bo'lyapti. Konkretni ko'rinib turibdi, bitta jamoa kuchli. Hamma tomonlama urib tashyapti, boshqa qilyapti. Nari komanda 2-3 ta gol o'tkazib bo'lgandan keyin anaqani boshladi-da, panikani hakamga tashlashi, adolat bormi? Faqat baqirib, ko'ryapsan, kuching yetmayapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, tan olishni ham bilish kerak-da. Ya'ni kimnidir yaxshi ko'rish, kimgadir muxlislik qilish. Men nimaga bekitmasdan aytaman? Angliyani yaxshi ko'raman, Angliya yutadi, boshqa qiladi deb. Umuman taxminlarim o'zini oqlamadi. Lekin bu degani raqiblarni tan olmaslikka anaqa adekvat bo'la olish kerak-da. Yo kimlardir Ronaldoni tanqid qilib tashlaydi. Kimlardir Messini tanqid qilib tashlaydi. Bittasini simpatiya qil, kimgadir muxlislik qil, kimgadir fanat bo'l. Lekin haqiqiy erkak kishi, haqiqiy bir jang degan narsa, hammamiz shunaqa katta bo'ldik, boshqa qildik. Raqibni kuchiga tan berish ham aslida muvaffaqiyat kaliti-da. Argentina misol uchun kecha raqibni kuchiga baribir to'g'ri baho berib o'ynadi. Hamma musobaqa davomida mana tan olaylik, o'zini kuchini ham biladi, o'zini ojiz tomonlarini ham o'zi biladi. Shunga yarasha misol uchun raqibni hurmat qila bilish kerak. Faqat hakam-pakamiz kuchlikka ham ta'siri bor-da. Misol odam o'zi biladi-yu, menga muhim emas bu qaysidir bir degan tuyg'u bilan shahlaydi, lekin bari o'zi men hayron qolyapman. Oldingi chempionatlarda balki bu narsa sezamiz, unda ham bo'lgan. Lekin bu chempionatda ayniqsa cho'qqiga chiqdi. Biz eng zo'r terma jamoalar o'rtasidagi mundialni ko'ryapmizmi yo Real Barselona o'yinini ko'ryapmizmi degan tuyg'uda faqat shu prizma ostidan qaralyapti. Ikkita front mana shu nahotki bo'ldi, jahon chempionati tugabdi deb bo'lmasa tugatib qo'yish kerak. Klublar bilan qaraylik. Oldin biz umuman unutardik jahon chempionati payti. Men sezayotgan narsa ham qanaqadir bir 8 yil oldin yoki bundan oldin mana o'sha paytda ham futbol shunaqa ko'rilgan, boshqa bo'lgan, bunaqa tuyg'u bo'lmasdi-da. Yutqizgandan keyin mana raqibga tan berilardi. Judoda bor-ku, har qanaqa holat bo'lmasin, oxirida yo tan berish ham bilish kerak. Raqib kuchlimi? Shu kuni sani kuning emasdir. Aka, hozir men siz aytdingiz, men to'liq qo'shilaman. Tan berish masalasi bor-ku. Aslida tan berish mardni ishi-da. Qaysidir nuqtaga yetganda, o'sha ma'lum bir nuqta, bu masala bo'yicha emas, ya'ni Messi, Ronaldo masalasi bo'yicha umuman hayotda demoqchiman. Hayotda